Davlatimiz bayrog'i bu biz uchun birinchi navbatda katta g'urur. Mana shu bayroq ostida biz terma jamoa safida maydonga tushamiz. Har safar gimnni davlat bayrog'iga qarab aytganimizda biz juda ham katta motivatsiya olamiz bundan. Albatta bu juda ham katta g'urur. Jahon arenalarida davlat bayrog'ini ko'rganda va bir odamga birinchi o'rinda mas'uliyat his qiladi, chunki orqamizdagi 38 million aholimizni himoya qilamiz. Butun davlatimizni himoya qilamiz. Davlat bayrog'imiz yuqoriga ko'tarilganini o'zimda birinchi marta U20 terma jamoamiz bilan Osiyo chempionatida g'alaba qozonganimizda, chempion bo'lganimizda his qilganman. Butun xalqimizning oldida va prezidentimiz oldida chempion bo'lganmiz va davlatimiz bayrog'ini yuqoriga ko'targanmiz. Bayroq bu juda muqaddas narsa. Biz mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilamiz. Jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'i yuqoriga ko'tarilganda uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Baribir odamni ichidan u narsa o'tadi va mana shu badanlar ham bijirlab ketyapti shu gapni gapirganimda. Barchalaringni 18-noyabr O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilingan kun bilan chin yurakdan tabriklayman.